IELTS balingiz necha? 6,5. Eng katta qaysi tekshiruvni olgansiz? Speaking Necha? 7,5. Eng pastchi? Writing 6. Menimcha. IELTSga kirganingizda qanaqa emotsiyalar bo'lgan? Shok boshida. Lekin agar o'zini xayoli bilan o'tirib, sal hech kim bilan gaplashmasdan kirsa, namnog uvereniyroq kiradi. Hozir IELTS o'qiyotganlarga nima maslahat berasiz? Menimcha eng muhim narsa ingliz tilida o'ylash kerak ko'proq. Juda ham yordam beradi. Чтобы tushunishga zo'rroq и qiyinroq bo'lgan tasklarni undan oldin qilish kerak. Misol uchun, readinglarni juda ham qiyinini qilib, mana shunday qilib ballarni ko'tarib olsa juda oson bo'ladi. Kinolar ko'p ko'rib. Pastdan ingliz tilida o'ylash menimcha juda. Chunki eng oson part bemalol 8 7 chiqsa bo'ladi agar ingliz tilida ko'p o'ylasa. Ingliz tilidan keyin hayotingizda qanaqa o'zgarishlar sodir bo'ldi? Uydagilar qarindoshlar qilganda uni dars universitetning nima ingliz tilidami deb savol berishadi. Ha deyman. Ani inglizcha gapirchi deyishadi. Bo'ldi. Обычно. Lekin yaxshi tarafga o'zgargan.